Assalamu alaykum hörmətli anlıqçılar, xeyirli günlər. Yazğıcı Yasincan Sadıqçıoğlanның Bahadırnamə namlıq romanının davamıға qulaq sağaysızlar. Seyitxan mаңғылы yol, yegili g'iza, panohlanğılı makan tapamay qattiq qiynalgan bo'lsin, lekin qilchilik umidsiz. Bir tarafdan Oksi Mansurxonning, yana bir tarafdan Mirza Abobakirning sarkarda lashkarlardan kechib yursimi, oyog'i yetganligi yurtlarda xalqni bir bayroq ostida uyushtirish uchun sabrchanlik bilan targ'ibot elib bordi. Lekin Mansurxon bilan Mirza Abobakirning o'ch elishidan jazolashdan qo'rqqan xalq bu qoshqon xonzodaga ergashmadi. So'zlarga, va'dalarga ishonmadi. Oldinglarda turg'ini merhum Sultan Olaçxon oliylarining xonzodasidir. U taxt saltanatning qudrat tepishi, el yurtning osoyishligi uchun shuncha xavf xatarlarga parvo qilmay oldinglarga keldi. Sultan Mansurxon bilan Mirza Abobakirning zulmidan xalos bo'lib, murod maqsadlariga yetishni orzu qilganlar fursatni qadrlab, xonzodaning peshini umid va xizmatkorlik qo'llaringlar bilan mahkam tutinglar, deydi Xo'jali Bahodir. Ammo bundaq targ'ibotlarga ko'pincha xalq parvosizlik bilan javob beradi. Sarkarda Silining bu so'zlarining bir oyoq o'mashchoqlik mazzasi yo'qdir. U rostdan Olaçxon oliylarining xonzodasi bo'lsa, lashkarlar qani? Düşmanlarning hayotlik tarixini kesib tashlaydigan jon olg'uchi qurollar-chi? Bizga quruq gap emas, amaliy naf kerak. Bizning qo'limizdan qanchalik ish keladi? Ma'qul, uningga ergashdiqmi deyli? Xotin bola, jaddi jamiyatimizni qandoq qilamiz? Ular Sulton Mansurxonning g'azabidan omon qolgan taqdirdami, Mirza Abobakirning ajal qilichidan qutulolmaydi. Ocharchilikda, zulm, olvoy yasoq azobida yashasaqmi, hayot qolganimiz afzal. Bizni tanlikda qo'yishmag'ayla. Seyitxon bundaq javoblarga hech nima deyolmaydi. Orqasidan qo'g'lab kelayotgan dushmanlardan qutulish uchun yana darhol bir yonga menishga aldiraydi. U ana shundoq eg'ir kunlarda yuribmi, yigitlik yuragiga ish o'tining qandoq tutashganligini bilmayla qoldi. Allaqachon yigitlik qo'ramiga yetgan Seyitxon oshiq bo'lgan edi. Uningga vaqtlik panohlik bergan yurt oqsoqolining ancha cho'ng bo'lmasimi, bu iqlimda o'stirishga mos keladigan, hamma mevlar tepiladigan begi bor edi. Bir izida to'xtamay qechib yurayotgan Seyitxon bir haftadan beri bu bog'da orom ilyotdi. Bog'ning kungay tarafiga yurt begining qo'rosi joylashgan edi. Erkin ozoda sirtqa chiqolmagan Seyitxon har kuni atigini bog'ni aylanib, qushlarning yiqimliq nag'ma-navolaridan huzurlangach xiyol suratdi. Gohi tatliq, gohi achchiq xiyollarning bosh oxiri yo'q edi. Gohida bu tagsiz xiyollardan qutulish uchun yenidan ayirmaydigan kitoblarga diqqatini markazlashtirdi. Guliston, Shahnoma, Qutadg'ubelikdan vujudini qiynayotgan turli tuman savollarga javob izlaydi. Turpondagi vaqtida ustozi Oyazbek Qushchining tavsiyasi bilan bir qitim o'qib chiqqan Qutadg'ubelik shu kunlarda uni o'ziga butunlay asir qilib olgan edi. Go'yo Yusuf Hasojib yenida turib o'ziga tasalli berayotgandek saltanat tutish, hokimiyat yurgizish, lashkar sarkarda avomga qanday muomala qilish, xususan adolatli podshoh, fazilatli odam bo'lish haqida hikmat so'zlayotgandek tuyg'uga keladi. Bugun u atiganlik noshtadan keyin bog'ning taskay tarafidagi bulduqlab yiqib turgan buloq bo'yidagi chimliqqa kelib o'ltirdi-da, qo'ltiqiga qisib chiqqan Qutadg'ubelikni ichib o'qishga kirishdi. Kitobni dastlabda ichida o'qigan bo'lsa-mu, bara-bara ovozi unlik chiqib ketdi. Seningda puhroning haqqi erur güch. Bu haqni o'tasan, hech ishlatma kuch. Biri o'z elingda kumushni pok et. Hey ilmi ko'p arsan, ayozin kuzat.
biri to'g'ri qonunni xalqingga ber. Birin-biri azmakni eldan ko'tar. Uchinchi amin qil butun yo'llarni, yo'qotqin qaroqchi ham o'g'rilarni. O'tab bu xalqning haqlarini keyin. O'zingmi hay mardon haqqing tiligin. Puhralar o'zra bor sening uch haqqing. Ulardan sonra och amdi qulog'ing. Biri yorliqingni aziz tutsunlar. Nima buyursang tezdan uni qilsunlar. Ikkinchi xazina haqqin to'smasa, ey mardon, haqni dal chog'da topshirsa. Uchinchi yog'iga yog'i bo'lsalar, seni so'ygichini u ham so'ysalar, o'tigan bo'lursan o'zing haqlaring, ularmi o'tigan bo'lur o'z haqqin. Kitobni berilib o'qiyotgan Saidxon tuyuqsiz bir tikilib qarayotgandek tuyg'uga kelib, atrofga nazar tashladi. Tuyg'ulari uni oldimagan edi. 7-8 qadam yerda bir qiz uningga qarab turardi. Ularning ko'zlari uchrashdi. Qiz Saidxonning o'tliq nazaridan ko'zini apqasdi-da, "Oyozin" degan oltin kumushning sopliqi deb izohatdi. O'diqqandek bo'lib, urkigan kiyikdek chaqqonlik bilan o'zini darhol pinhonga oldi. Qizning guldek qomati, bo'libmi tal-tal kirpiklar orasida mo'ldirlab turgan bir jup shahlo ko'zi Saidxonning yuragini shurrida eritib, vujudini larziga soldi. U qizning qarasi yetgan tarafga bir hazo qarab turdi. Ko'zimga shundoq ko'rinyapti yoki rostilla ko'rdimmi? Bu oy yuzlik pari bu bog'da nima ish qildi ekan? Necha kundan beri ajab uchratmabdiman. Saidxon das o'rnidan turib, qiz turgan yerga keldi. Anjir shoxlarining tubidagi chimliq to'la dassalganlikdan chaylinib ketgan edi. Ol pari necha kundan beri bu yerga doim ketmay kuzatib bitganda. Men bo'lsam hech nimani sezmay, gohi yon vaqtlarcha xiyolga, gohi mestonlarcha kitobga asir bo'libdiman. Bugungi bu uchrashish taqdirini o'rinlashtirishimi qandaq? Mushunda xilvat sahrodimi? Oshunda oy yuzlik pari bo'ldi ekan desa. Taqdir qismat bir mazgil tutqunlikda yashagan, keyin tog'isi va oksining o'ttirisida tengirqagan, eli oksining, eli Mirz Abobakirning lashkarlaridan qechib, tog'dala, jangallarda mukib yurishga majbur bo'lgan bu Qosh Dalay xonzodini kutmaganda bir qizga oshiq qilgan edi. Saidxon to'liq bir kundagidek bog'ni aylanib chiqdi. Har bir tup daraxt, har bir tal gul giyohning atrofini inchiklik bilan kuzatdi. Ammo qizni faqat uchirtolmadi. Qizning g'unchidek go'zal qomati ko'z oldiga kelib elib, kechich kirpik qaqmay chiqdi. Ertasi bomdatmamizni o'qibla, noshlig'ini ko'ngli tatmay, yilqi xilvat buloq bo'yiga yugurdi. Buloq yaqinlik sildirlatdi. Xuddi oshiq yigitning qalbiga tasalli bermoqchi bo'lgandek. Oshiq yigit atrofidagi shapiga quloq solg'ach, buloqdan ko'z uzmaydi. Xuddi qizning go'zal jamoli buloqda zohir bo'ladigandek. Qushlarning yaqinlik sayrashlaridan, salkin askan shamollardan yuragidagi tepishmoqqa javob topmoqchi bo'ladi. Ey qudratli Tangrim, o'zing solgan bu ishq savdosiga o'zing da'vo qilg'aysan. Shul topda asyodim ul gul yuzlikning sochlariga bog'landi. Sabr toqatimning yoqisi pari bo'ldi. Ko'ngil qushim ul ohu ko'zlikdan boshqasini ko'rmas bo'ldi. Shu damda har bir tiniqim, har yutum suv ichishim o'sha yorining orzusi uchundir. Tuyuqsiz tutashgan ishq o'ti Saidxonga o'tliq she'riy ilhomlarni baxsh etgan edi. O'zini sezmagan holda qalbidagi nidolari ixtiyorsiz go'zal misralarga aylanib to'kiladi. Sarvining ra'no qadinga bo'lsa erdi sibati, bo'lg'ay erdi g'unchadan og'zi-yu guldan tal'ati. Saidxon bog'ni savdolarcha aylanadi. Na qo'rshiq ochqanni, na usug'ini bilmaydi. Ko'ngil sirlarini qizg'a g'oyibona izhor qiladi.
Ta qaşqallargacha ey şox berursan azar, hamma olam sana yaru, hammadin sen bezar. Saidxon o'zini sabr qilishga undaydi, ammo bu uningga zahardan ochiq tuyuladi. O'zini sabrga undigan sari qalbidagi piroq o'ti gurildab kuyatdi. Qilma nazar abrusiga, ey ko'z bu pandim anglag'il, hijronga men xuy ayladim, sen bizni badxu qilmag'il. Sabr qilishga bardostlik beramagan Saidxon to'xtamay nido qiladi. Her neçe kim aşnalık ko'nglimda matlub idi, yor tabiiga vali begonelik marg'ub idi. Buloq bo'yida yuragiga to'yqsiz ishq o'ti tutashtirgan qizni kutib, to'liq bir kun saqlagan Saidxon boqqa tun pardasi yeyilib, qorong'i tushganda asta qaytib ketdi. To'lin oy boqqa takshi nur chachatdi. G'amsiz yulduzlar sho'x ko'z qishatdi. Ammo Saidxon uningdan qilchilik huzur ololmaydi. Ashu oy yulduzlarga qarab yurak azobini izhor qiladi. Ol ayning qasri bomiga kecha borib chiqar erdim. Turar erdim oning to'nlikidan, olmay qulog'imni. Munosib ko'rmay ul ravzanaga shisha olibon oni, oning o'rniga o'rnatmish edim ko'zu qaraqimni. Zahatlarni o'qib o'tay. Abrusiga degini qishig'a. Pand, nasihat. Badxu, qo'pol xuyluq, mijozi o'sal. Matlub, talab qilgan, arzu qilgan narsasi. Vali, ammo balki. Marg'ub, maqbul. Bomiga, o'g'zisiga. Ravzana, deriza, to'shuk. Shisha, aynak. Debdi izohatda. Bağdan ming patman dardasrat yudib chiqqan Saidxon hujrasiga kirmay, eshik tubida uzoq xiyol surib o'tirdi. Shu topda u savdoyi bo'lgan edi. O'ziga o'zi dard to'kib ketdi. Boqqa bordim-u yo'q sarvi xiraman onda. Yo'q chamanga qarasam g'unchayi xandon onda. Yig'ladim men yugurib har sor uchun abri bahor, ki qoyonga qarasam yo'q edi jonon onda. Saidxon qiz kirib ketgan noma'lum hujraga seg'inish ilkida talmiratdi. Yodimga yetar boqqa kirsam qo'yung, gulni ko'rsam sog'inurman gul ro'yung, tursam birdam chu saroying soyasida, yodimga kelur sarvi qaddi diljo'yung. Saidxon bu kechimo azroqni mugdiganni hisob qilmaganda yana kirpik qaqmay chiqdi. Yuragini o'rtayotgan oshiqlik o'tini sagitmoqchi bo'lgandek sirtqa chiqdi. Kechining sovuq shamli yuragidagi o'tni sagitish u yoqda tursin, texim yelinjitibdi. Uningga ko'kdagi yulduzlar qizning ko'zidek, agim oy qizning qishidek. Boqqa taksi yelgan tun pardasi qizning sumbul chachlaridek to'yg'i beradi. Go'yo qiz o'zini buloq bo'yida saqlayotgandek to'yg'iga kelib, tong otqicha buloq bo'yiga 3 qitim berib keldi. Shu topda birov uningdan ahvol so'rab qo'ysa, yo'kirib yig'lab etishi aniq edi. Yelmo lavlari ixtiyorsiz nazm o'qiydi. Ko'zlaridan qaramlab yosh to'kiladi. Ishqidan dur g'arazim choshni dardu g'am, varna asbobi taraf olam ora ermaskam. Fikr yodan birla ömrüm kechadur shoddami, hosili ömri garon moya erur bir ishkidam. G'ami ishqing bila ham bo'ldi bu qaddim na ajab, ishq bori edikim qildi xalak qaddini. Zahatda choshni degan lazzat. Var agar garon qimmatlik qadrlik, ham egilgan tukilgan degan so'z debdi izohatda. Oy bilan yulduzlarga talmirib ming tasli tong otqizgan Saidxon bomdod namozni oldirash o'qib tugatdi. Uning noshtig'i ko'ngli tatmadi. Tunigun kech oyg'oqsilab qaytib keldi, dedi Xo'jali Bahodir xiyol surib o'tirgan Saidxonga qarab.
Şeybanixon Sultan Mahmudxon oliylarini tog'arg'a solab Xo'jand dargosiga cho'ktirib yetibdi. Xon oliylar bilan birga borgan Ne'mat Mirzo, Sultan Junaydi Barlas ham xonzodlarmi bu fojiali qismatdan qutulolmabdi. Kutilmagan bu shum xabar Saidxonning yuragini xanjar tiqqandek tilg'abatdi. G'azab, afsuslik, nadomatdan yuragi larzaga keldi. Saidxonning lom-jim demaganini ko'rib, Xo'jali Bahodir ehtiyot bilan so'zini davom qildi. Şeybanixonning yanida Muhammad Husayn ko'ragan janoblari bo'lg'achqa, xon oliylar ehtiyotdan ishonchini a'lo bilgan ekan. Qonxo'r Şeybanixon xon oliylarini Xo'jand dargosiga cho'ktirib atgandan keyin Hirotdagi Muhammad Husayn ko'ragan janoblarini o'ldirish farmonini tushiribdi. Marhum xon tog'am har na qilsa o'ziga qildi, dedi Saidxon hasratlangan holda. Men uni bundoq ahmoqlik qilar deb o'ylamagan edim. Aql o'sha joyda odam o'z dushmanidan hargizmi mehr shafqat tilamaydi. Aslida og'am Mansurxonni xon tog'am gapiga kirgizalaydi. Tov noziklik qilib, yo'qlan ishlari og'rinib oqsuvdan yomonlab ketdi. Şeybanixonning unga qilgan haqoratlar ozmidi? Uning oldiga berib o'zining g'ururini o'z deb sandi qildi. Aslida Turponga og'am Mansurxonning qishig'i berishi, ondan Turpondagi sarkard laskarlar bilan Şeybanixonning oldiga bahodirlik tulporiga minib berish kerak edi. Shu chog'da o'lib ketsimi, sharaflik, faxrlik o'lgan bo'ladi. Men uning bu o'limini bir lolma ishning o'limidan qadrsiz hisoblayman. Saidxonning bu azobini tushungan Xo'jali Bahodir uning yurak yorasini yana tatlamaslik uchun bu haqda qayta eg'iz ochmadi. Noshta ko'ngilsiz oxirlashdi. Endi bu bog'da turaversak oshkorinib qilishimiz mumkin, dedi Xo'jali Bahodir duodan keyin. Bu dargohdan bugun kech ketaylikmikin deyman. Saidxon Xo'jali Bahodirning ko'ziga yo'lt etib qaradi. Akisi bilan Mirzo Abubakirning payloqchilarining har qachon uni tepib olish ehtimoli bor edi. Oshkorinib qolmaslik uchun bir yerda uzoq turishga bo'lmaydi. Qochqinlik jarayonida Saidxon bu nuqtani tushunib yetgan edi. Biroq hozir bu bog'dan ketolmaydi. Chunki ko'ngil rishtisi bu bog'ga allaqachon mahkam bog'lanib ketgan edi. O'lim vahimasida tunji so'ygan mahbubini tashlab ketsa, nomardlik bo'ladi. Yuragida bir umr oshiqlik yorisi qilib qoladi. Biroq u ko'ngil sirini Xo'jali Bahodirga oshkorlashni xohlamadi. Yana 2 kun ta'xir qilaylik, dedi u mujmallik qilib. Saidxonning xatarga tavakkul qilib bu bog'da yana 2 kun turishni xohlab qolganligining sababini bilolmagan Xo'jali Bahodir ishkirlab so'rashga petinolmay asta o'rnidan turdi. Yolg'iz qolgan Saidxonning kallasiga tog'asi Sulton Mahmudxonning o'limi kirib elib, xeyli uzoq azobli xiyollarga asir bo'ldi. Bir osh pishim vaqt ichida g'amsiz bolalik chog'laridan tortib, dadasiga ergishib qilgan Toshkent yurishini, oqsidagi jangni, turg'oqlikda o'tkazgan kunlarini, qechib chiqqandan keyingi beshiga kelgan qismatlarni, dadasini, onasini, og'a-inilarini, tog'asini, navra oksi Boburni, Hamısının eri Muhammad Husayn ko'raganni, Said Muhammad Mirzani bir-birlab ko'z o'ngidan o'tkazdi. Tuyuqsiz ko'z oldiga buloq beshida yo'liqtirgan oy yuzlik pari kelib elishi bilan bu azobli tuyg'ulardan biroqla qutulib ketdi. O'zini sezmagan holda ixtiyorsiz buloq beshiga keldi. Tuyuqsiz yuragi hayajonli to'pildab ketdi. Buloq beshida 2 kundan beri vujudini asirga olgan, yuragiga oshiqlik o'tini tutashtirgan Dilrabo turadi. Uning nozik barmoqlari buloq suyiga chilangan, shahlo ko'zlari to'limi xiyolchan edi. Saidxon salpalli shapi chiqarsa, qizning shu hamon g'oyib bo'lib ketishidan ansirab, avaylab qadam yo'tkaydi. Tagsiz xiyolga asir bo'lgan qiz hech nimani sezmay, buloqning yiqimli sildirlashlarga mum bo'lib ketgan edi. Qiz oxiri bir shapini sezdi. Ovchining hidini olgan kiyikdek dang'ada cho'chib beshini ko'tardi.
Aşıq gözlər uçraşdı. Şu daqiqada gözlər pichirlashib Yürek sırlarını oshkorlayotdi. Yuragining hayajonli dukurlashlarni aran-aran besib turgan Saidxon qizga qanday usulda gap qilishni bilolmay bir haza turib qoldi. Qizning yana qechib ketishidan ansirab qolgan edi. Qizning hayoliq ko'zlariga talmirib turgan Saidxonning vujudini birdinla shoirona tuyg'u chirmab oldi. Odatda she'r yozishda ancha zo'riqmaydigan, tuyg'usiz paydo bo'lgan hayajonli she'riy tuyg'ularni darhol o'tliq misralarga aylantirishga odatlangan Saidxon shu topda g'oyibona bir ilhomning turtkisida kollasida chaqmoq tezligida paydo bo'lgan misralarni hayajon bilan o'qishga boshladi. Qaysi gulshanning seningdek bir guli ra'nosi bor. Qaysi gulning bir meningdek bulbuli shaydosi bor. Ör birle cennetul mevani könglim neylesun. Yarının koyuda yüzünün cennetul mevası var. Yüzü özre kalkuli zulfun perişan görgeli. Ey Seyit aşıkta könglimnin acep sevdası var. Kız şəbbərdə qızarğınıca yigitning şiirini ahırgıca taqat qılıb anladı. Şu tapda onun yürügümü söygü deryasidagi beliqdek piltanglaydi. Lekin yigitning söygü talibiga damalliqi javob berishga qizliq sarmoyasi yo'l qo'ymaydi. U Saidxonga nazokat bilan bir qiyo vaqtida darhol mengishga tamshaldi. Acaba kamina oshiqi divoniga xinimning ikki kalima javob sadiqasi yo'qmidi? Qiz Saidxonning o'tinishiga parvo qilmasdan kiyikdek sakrganicha boqqa sho'ng'idi. Saidxon uning kaynidan darhol qo'g'ladi va mahbubining kungay tarafdagi bog' egisining qo'rosiga kirib ketganligini ko'rib, asta kayniga yondi. Oshiqlik odati va mashqlik yusuni oldi bilan ko'ymak, oxirida visol sharbati tetimoq yoki hijron cho'lida chanqab o'lmakdir. Dedi Xo'jali Bahodir Saidxonning ko'ngil sirini anglagandan keyin. Har qanday erkak zotda ishq bolasiga mubtalo bo'lmay qolmaydi. Ko'ngillarim to'xtusila. Mahbublarning javob bermaganligi sizni yaxshi ko'rmaganligidan emasdir. Qoida bo'yicha avval ota-onasiga elchi kirgizib muddaimizni bildiraylik. Ammo bu elchilikni o'zlari ado qilsinlar, dedi Saidxon. Sharaf bilan ado qilaman, dedi Xo'ja Bahodir va biroz o'ylanib olib eg'iz ochdi. Qoida bo'yicha elchining qo'lida oz to'la sovg'at, pishkashlar bo'lishi kerak. Ammo shu topda bizning besotimizda pishkashlikka yorg'idek bir narsa yo'q. Saidxon bir pas o'ylanib olgandan keyin dastorpishni tovladi. To'n sarpoyamni achiq. Dastorpich Saidxonning xelidan beri kiyib baxmagan kiyimlarini ochiqdi. Tugma bezaklarini so'k, dedi Saidxon. Dastorpich to'nning oltin tugma yoqut marvoyit bezaklarini so'kdi. Saidxon yenidagi oltin dastalik xanjarni g'ilipi bilan elib Xo'jali Bahodirga qaradi. Besotimizda pulga yorg'idek narsalar mushular ekan. Opirib pishkash qilg'aylar. Bo'lg'isi qiynat-qiynanlarim mol dunyodan emas, odamni taniydigan kishilar bo'lsa, bu pishkashlarni oz ko'maydi. Yo'q deb qolsa, hijron cho'lini kezmay amalim yo'q. Bog' egisi xeyli o'qimishli odam edi. U necha kundan beri beg'ida yoshirinib turayotgan bu yigitning odatdagi qashqillardan emasligini his qilgan edi. Shunga u Xo'jali Bahodirni ko'p so'zlatmayla ma'qullik bildirib javob beribdi. O'g'il bola pichoqdan ayrilsa bo'lmaydi, dedi Xo'jali Bahodirga qarab. Xanjarni olg'ash kessizlar. Kuyovlim bu xanjar bilan qizimnimi, o'zinimi qo'g'dig'ay. Dushmanlarning jon rishtisini kesib tashlab, ko'ngliga bitgan maqsadlarini amalga oshirg'ay. Bu to'y ishiga qizining xushallik bilan rozilik berganligini ko'rgan ona tegidakda noma'lum bir yigitni kuyovg'il qilishga roziligi bo'lmasmi, ammo qarshilik bildiranmadi. To'y bog'da hasham daramsizlik o'tkazildi.
Yüreki qisas o'tida puchilib turgan Saidxon mahbubining visol sharobidan ozroq tasalli topgandek bo'ldi. Andijon. Xo'jali Bahodir 3 kundan beri iz deraksiz g'oyib bo'lib ketgan edi. Uning biror kelishmasligi yo'liqqanini his qilgan Saidxon bexatarlik uchun shaharning chetigaroq joylashgan bu saroydan yo'tkilib ketishni bir qancha qitim o'ylagan bo'lsa-mu, lekin Xo'jali Bahodir qaytib kelib qolsa, uchrasholmay qolishidan asrab yana to'xtab qolgan edi. Kunda necha vaqt saroyning oldiga chiqatdi. Kishilarning pat-pat otliq o'tib turgan chorlg'uchilarning ko'ziga cheliqib qolmaslik uchun darvoza oldida uzun turolmaydi. Vaqtning uzurishiga erishib, andishisi kuchayib ketgan edi. Ig'raya xotinini sarosimga sep qo'ymaslik uchun ko'nglidagi xotirjamsizliklarni chandurmaydi. Xo'jali Bahodir ajab uzun hayol bo'ldi-ya. Biror kelishmaslik uchirganmidi-a? Jonbek sultonning poylaxchilarining qo'liga tushib qoldimi-ya? Qudratli Tangri panohida saqlag'ay. Saidxonning xiyollari chigish edi. Vujudini andishlik o'y-fikrlar chulg'ib olgan edi. Mayli hujursida, mayli saroyning saynasida, mayli darvoza oldida birdan xotirjam turolmaydi. O'zini har qancha xotirjam tutishga, andishli xiyollarni kollasidan chiqarib etishga tirishsa-mu, ko'ngliga gumon bulutlari soy tashlab turardi. Aslida xatarga tavakkul qilmaydigan, Andijonga kirmaydigan ishga to'q. Saidxonning kollasidan o'sha kundagi talash tortish lip qilib o'tdi. To'ydan keyin Saidxon qiynatisining beg'ida panohlanib turaverishni loyiq ko'rmadi. Bu yerda turaversa, boshqalarning diqqatini tortib qo'yishi uningga ayon edi. Uning sizmi qiynatisining qo'rosida bekor yeb yetaverishni yigitlik g'ururi ko'tarmadi. Ammo nega berish haqida kollasida aniq bir nishon yo'q edi. Aksi Mansurxon bilan Mirza Abobekning poylaxchilari, qotillari texcha uni izlashni to'xtatmagan edi. Lekin 2-3 yildan beri ulardan qechib jangalda panohlanaverib zerikkan edi. Visolga tek to'liq qanmagan suyimli xotinini jangal cho'l jaziralarda jafo tatqizishni xohlamaydi. Ammo Turpan tarafmi, Qashqar tarafmi uning uchun intayin xatarli edi. Menchi bo'lganda Andijonga borayli, dedi Xo'jali Bahodir. 3-4 kundan beri o'tgan kashkallardan tantanlab ko'rdim. Ularning deyishicha, Said Muhammad Mirza janoblari hozir Andijon tarafda xufiyan harakat qilib isyonga hozirlanib yetibdimish. Andijon amiri Jonbek sulton poylaxchilarni ko'paytib izdegan bo'lsa-mu, topolmabdi-dek. Navod Andijon tarafda Said Muhammad Mirza janoblari bilan uchrasha olsak, ishlarimiz o'ng'a tortadi. Saidxon texchi bir qarorga kelolmayotdi. Uning Said Muhammad Mirza bilanmi, navri akasi Bobur bilanmi ko'rishkisi bor edi. Şol tapda hamma fikr tadbirlarimiz ehtimoldan yiroq va imkoniyatdan uzoqdir, dedi Xo'jali Bahodir Andijonga berish taklifini sharhlab. Shaybonxonning tavalligiga berishda bir qancha yaxshilikdan umid bor. Bir nanchidan Andijonda Said Muhammad Mirza janoblari bor. Uchrasha olsak kuchimizga kuch qo'shiladi. Bir tug' ostiga jam bo'lib, buningdan keyingi ishlarimiz uchun nishon belgilayolamiz. Ikkinchidan Toshkent va Farg'ona vodisidagi ra'yat Shaybonxonning zulmidan joq to'ydi. Bizni qo'llaydi. Isyon qilsak muvaffaqiyatga erishalaymiz. Uchinchidan, ishlarimiz qamlashmay qolsa, Bobur podshoh oliylarining dargohiga ketishimizga oson. Chunki Andijondan o'tmay Kabulga bormoq qiyin. Saidxonga Xo'jali Bahodirning ko'rsatgan sabablari xeyli o'rinli bilindi. Shu topda qaysi tarafga bormisin, xatarga tavakkul qilmay amal yo'q edi. Mayli, Andijonga borayli. Azizlik va ulug'liq egisi bo'lgan Tangri mushkulimizni oson qilar. Yo'l bo'yi O'narvan kasb siyoqida yosinib Andijonga kelgan Saidxon bilan Xo'jali Bahodir shaharning chetidagi yo'lovchilar ozroq tushadigan mushu saroyni tanlab tushkun qilgan edi. Saidxon xotinini hujraga joylashtirib, amdili yuz ko'zini yuvib turishiga Xo'jali Bahodir oldirab kirib keldi. Kechirgaylar oliylar. Uning chiroyiga qarab biror kelishmaslikni sezgan Saidxon oldirab so'radi. Biror ish bo'ldimi?
Ko'chada birdanla Jonbek Sultonning chorlug'chilari ko'payib ketdi. Ko'ch-ko'ylarni olib qo'ymay tintib atdi. Saidxonga bu saroy birdanla xatarlik bilindi. Endi qanday qilamiz? Shahardan chiqib ketamdik ya. Saroyga bu yandan tushib, u yandan chiqib ketsak, saroyvanning gumonini qo'zg'ab qo'yishimiz mumkin. Uning ustiga kunmi kech bo'lib qoldi. Ko'cha-rastalarda chorlug'chilarni xeyli ko'p taqiladi. Har qancha bo'lsin ular bizni buncha tez sezib qolmagandi. Buguncha aram olaylik. Xotinining xeyli yerib qolganligini esiga olgan Saidxon saroyda bir oqshom qo'nish niyatiga keldi. Balkim chorlug'chilar boshqa bir kimni izlayotgandi. Uning ustiga bu yerda bizni kimma tunusin? Saidxon Xo'jali Bahodirga qaradi. Ondaq bo'lsa silma burunroq aram olsizlar. Nökerlar saroydan ayrilmasin. Nökerlarga topilib qo'ydim, dedi Xo'jali Bahodir. Kaminlar sirtqa chiqib Said Muhammad Mirzoning derkini qilib baqaymikin deyman. Ko'p ehtiyot qilsizlar, bek kech qolmasizlar. Xo'jali Bahodir shu chiqib ketgancha 3 kundan beri yer yutqandek g'oyib bo'lib ketgan edi. Xo'jali Bahodir to'limi tadbirlik, ehtiyotchan odam edi. Mencha uni payloqchilar osonlikcha sezib olmaydi. Said Muhammad Mirzoning xabarini olgan bo'lsa, izdab ketganmidi ya? Meni xabarlantirib qo'ygan bo'lsa, buncha ansirab ketmaydi. Cho'qim bir peshkanlik uchirgan gap. Xo'jali Bahodir undoq oldiroqsan, bosh-boshdoq ishlardan emas. Said Muhammad Mirzoning xabarini olgan bo'lsa, avval meni xabarlantiradi. So'dana ketganda. Xo'jali Bahodir 3 kundan beri to'xtamay ep berilgan qiynoqqa oxir bardoshlik berolmadi. Egiz bo'y, hindidek qop-qora, ko'zlari olg'ay zindonbegi, to'lim rahimsiz odam edi. Shu topda u 3 kundan buyangi turli qiynoqlarga bardoshlik berib, lomjin demay turgan Xo'jali Bahodirga eng oxirgi ko'zlarini chiqargan edi. Ayta, Said Muhammad Mirzoning derkini nima uchun qilgan eding? Qiynoq azobida holidan ketgan Xo'jali Bahodir xirildab turib javob berdi. Kaminlarning izlab otqani janoblari degan Said Muhammad Mirzo emas. Meni qo'ldirlataman dema. Qur'on tutib beray. Ha, Xo'jali Bahodir Saidxon bilan xo'shlashib saroydan chiqqandan keyin choyxona, holva purish do'koniga, hatto qalandarxonlarga berib, kishilardan osmoqchilab gap so'rab, Said Muhammad Mirzoning derkini qilgan edi. U ashu qalandar divoni siyoqidagi kishilarning orasida Andijon amiri Jonbek Sultonning payloqchilarining borligini xiyoliga keltirmagan edi. Ko'zni yumib ochqicha osmondan tushgandekli paydo bo'lgan 10 necha chorlug'chi lashkar uni doqirtib so'rgunicha zindonga akilib tashladi. Mana 3 kundan beri Olg'ay zindonbegi uni qiyin qistoqqa ilib so'roq qilib o'tadi. Tambulini soldiringlar. Zindonbegining farmoni bilan Gündüpayla esiqliq turgan Xo'jali Bahodirning ishtinini soldirib yalang'ochildi. Olg'ay zindonbegi avritini yoshirishga tirishayotgan Xo'jali Bahodirga qo'lidagi usturni siltib turib so'radi. Bo'pti. Gaping rost bo'lsa bizga muomala yo'q. Ammo zindondan bundoq chiqib ketsang bo'lmaydi. Shuni anselib qo'yaylik. Olg'ay zindonbegining nariga ansaldiganligini bilolmagan Xo'jali Bahodirning ko'zlari chakchaydi. Qudratli panohgohimiz Shaybonxon oliylarining dushmani Said Muhammad Mirzoning ismini tilga olganligi uchun aslida tilingni kesib olsam bo'ladi. Ammo zindondan chiqqandan keyin biz degan odamni surishti qila olmay qolma. Shunga so'ng rahim shafqat qilib pichib oqti qilib etay. Xo'jali Bahodir hozirla jon yeriga ustiri tekkandek qattiq cho'chib ketdi. Shu topda uning oqti qilinganidan tili kesilgani yaxshiroq edi. Oh, Tangrim.
Mağa bu nime tartqılık əmdi. Xanzade Seyitxanğa buluşup Şeybanxandan yüz örgünüm rast. Amma bu işim günah sanalğandımı bundaq cazaq layiq əməsdi o. Aqdı bolup yaşağandan görə ölüp ketkinim yaxşıraq əməsmi? Xatın ağıcılarımın aldı qandaq bar mən. Şeybanxanın dərgahıydı anç yoqur bulmasımı. Mənsəb mərtibən bar idi. Seyitxanğa əgəskinimni berib bir gün mü hayatının xovluqını kömüdüm. Günlerim gam təşviş ilgidili ötdi. Xanzade Atıboğullarının taxt səltənətini qaytırıb alsa, qılğan yaxşılıqım, görsətken tövk xizmətlərimnin bədəligi yoqur mənsəb mərtəbəyə erişib, abroy, şöhrət bilən yaşar mən degan xam xiyalda bob dikəmən. Əmdilikdə mənsəb mərtəbə tügül Tanrı inam qılğan göhürüm, ərligimdən ayrılıb qalsam, bu mən üçün qandaqsıq abroy bolsun. Aqd qılınğan adamga şan şöhrət, mənsəb mərtəbənin nime gerek? Qalendar bob kessem o, becirim erkektek yaşığını mın əvzəl emasmı? Alğay Zindanbeginin eyiq tapınadək yoğan qolları can yerге tegişaman Xo'jali Bahodir vahimidan dir-dir titrab ketdi. Şu daqiqada uning 3 kundan beri ko'rsatgan chidamchanligi, no'chligidan asar qalmagan edi. Rahim qilsilab egil, dedi u jalaqlab titirganicha. Men iqror qilay. Alğay Zindanbegi xirildab kuldi. Baştılımı şundaq deyişin kerak edi. Xo'jali Bahodirning 3 ay deb qolgan o'miz shomi so'z pildirladi. Meni Jonbek Sulton janoblar bilan ko'rishtirsizlar. Nemishqa? Deydigan gapni shul dargohda deyman. Amir janoblarning sen bilan ko'rishga cho'lis tegmaydi. Avval berib ma'lum qilsizlar, dedi Xo'jali Bahodir o'ziga ishongan holda. Şeybanxon oliylari qarorgohining o'rinbosari Yotishbegi Xo'jali Bahodir ko'rishni talab qilyotdi deslar bo'ladi. Uning oxirgi so'zlari Alg'ay Zindanbegiga ta'sir qildi. Yana yolg'on so'zlamagansan ha? Haddim emas. Jonbek Sulton janoblari meni tanıydı. Alg'ay Zindanbegi Xo'jali Bahodirning ishtinini kiydirib, Jonbek Sultonning oldiga boshlab bordi. Bu rostli Yotishbek ekan-ku, dedi Jonbek Sulton bir qo'shiq qiynini tilab tizilib turgan Xo'jali Bahodirga qarab. Ozmas Allah, hammamiz xomstamgan banda, dedi Xo'jali Bahodir kechirmishlarini qisqilib bayon qilgandan keyin. Kaminlari shu chog'da Şeybanxon oliylarining inisi Mahmud Sultonning xufiyani farmoni bo'yicha Seyitxonni ol dargohdan elib qochganman. Mana kutmaganda qo'llariga tushib qoldim. Menga kechirmishlarining keragi yo'q. Andijonga kelishdagi muddalarni so'zlasizlar. Xo'jali Bahodir endi sir yo'shirishning o'rni qolmaganligini his qildi. Endi yolg'on so'zlasam bir aqli kallamdan ayrilib qolishim mumkin. Seyitxonga agishib nima xovliq ko'rdim. Balkim Jonbek Sulton meni kechirib etishi, hatto endi aqilib mansab martaba berishi mumkin. Ahvol bu darajaga yetganda, bu bola qazodan menmi, Xonzoda Seyitxonning qechib qutulolmaydi. Rostchilik bilan iqror qilib o'tinsam, Xonzodaning o'lim xavfidan qutuldirib qolg'ili bo'lar. Keyingi ishlar taqdirning irodasi bo'yicha bo'lar. Andijonga Xonzoda Seyitxon bilan Seyit Muhammad Mirzaning derkini qilg'ili kelgan. Muddaimiz shuki, Mirza bilan birlikda isyon qilish. Jonbek Sulton lom-jim demidi. Chiroyidan nima o'ylayotganligini bilgili bo'lmaydi. Amir janoblarining daryo kabi ko'ngil ko'ksi, mehr shafqat turdanlarining qonidir, dedi Xo'jali Bahodir yelingan holda. Amir janoblarining oldida o'limga loyiq gunoh qilganim o'zimga ayondir. Ammo himmatlardan cheksiz umid borman. O'zim bilan Xonzoda Seyitxonning bir qo'shiq qiynidan kechishlarini tovanchilik bilan iltimos qilaman. Jonbek Sulton miyiqida kuldi. Xo'jali Bahodirni azaldan vafo, sadoqat ahli deb bilgan edim. Rost shundaqkan. Haqiqatan qoyil bo'ldim.
Sizlar shu topda mendan ul Xonzoda Saidxonning bir qo'shiq qinini tilab o'tadilar. Ammo men bo'lsam uning nadaligini bilmayman. Xo'jali Bahodir oldirab javob berdi. Xonzoda 3 kun avval Araki darvosining qibla tarafidagi Supurgiboyning sarayida qolgan. Balkim helimi shu yerdadir. Amisa 50 navkar bilan berib dargohimga boshlab kelsinlar. Kutilmagan bu farmondan Xo'jali Bahodirni qoritar bosdi. Hurmatli amir janoblari, dedi Xo'jali Bahodir vujudini chirmib olgan tanqislikni tasdi yengib. Xonzoda Saidxonni tutib kelishga boshqa sarkardalarni buyurgan bo'lsa. Farmonimga sarkashlik qilay demdilar. Xo'jali Bahodir ko'zini apqichib turib javob berdi. Yo'qsu, haddim emas. Ammo Xonzodaning yuziga qarashdan uyiladi ekanman. Jonbek Sulton qoqoqlab kulib ketdi. Uyulishlarining hojati yo'q. Siz hozirdan boshlab ul Xonzodaga emas, menga navkarlik qiladilar. Farmonimni darhol bajarib keltirsizlar. Farmon berdorman. Xo'jali Bahodir 50 navkarni boshlab Araki darvosiga qarab mandi. U Jonbek Sultonning o'ziga biror sarkardasini yondab bermay 50 nafar navkarni oldiga seppaganidan taajjublanib qolgan edi. Balki meni sinayotgandi yoki sadoqatimga ishongandi. Ne bilib bo'lmasin birdamdil 50 navkarlik bo'lib qoldim mana. Ajab bir taskunga qoldim desa, Xonzodaning yuziga qandoqmi qararman. Asl Andijonga kelishni tavsiya qilmasam bo'pti ekan. U ziddiyatli xiyollar ilkidan saroyning oldiga qandoq kelib qolganini bilmayli qoldi. Sizlar o'ylada saqlab turinglar, dedi navkarlarga qarab. Xonzodani o'zim tutib chiqaman. Saroyga bir to'p lashkarlarning yopirilib kirganini ko'rgan Saidxon yo qechib ketishini, yo qarshilik ko'rsatishni bilolmay turib qolgan edi. Meni kechirsizlar oliylar, dedi Xo'jali Bahodir yerga qarab turib. İradamga xilof holda to'sqorlik qiladigan bo'ldi. Saidxon uning nafrat bilan qarab o'tgandan keyin tamkinlik bilan javob berdi. Sizlardan buni kutmagan edim. Garchi o'z qarindoshlarimdan vafo ko'rmagan bo'lsam-mu, lekin sizlarning sadoqatlaridan shu kamgacha zinhor gumonlanmagan edim. Aslida Andijonga kelishni tavsiya qilishlari maqsadli bo'lgan ekan. Bo'pti. Meni Jonbek Sultonning oldiga opirib in'omlarini elivasizlar. Ammo og'jamning ota-onasining qishiga ketishiga yo'l qo'ysalar. Bu ishlarni hozircha sizlarga tushuntirib bo'lolmayman, dedi Xo'jali Bahodir. Og'jayimdan xotirjam bo'lsizlar. Balkim sizlarni bu balo qazo o'zidan yana o'zim qutuldirib chiqarman. Saidxon xotinining qishiga kirib, har ehtimol qarshi safarga hozirlanib turishni topilab qo'yib, Xo'jali Bahodir bilan saroydan chiqdi. Amir janoblariga xabar yetkaz. Xonzoda Saidxonni qamaymizmi yoki hozirlik ko'rishamdi? Farmonini elib kel, dedi Xo'jali Bahodir navkarbeshiga qarab. Jonbek Sultonning Saidxonni darhol o'limga buyurishidan ansirgan Xo'jali Bahodir biror chora tepish uchun qasdan vaqtni kayniga survatdi. Taqdirning o'yinlari to'liq qiziq bo'ladi. Dunyoda tegiga yetkil bo'lmaydigan kutilmagan ishlar bo'lib turadi. Jonbek Sulton Xo'jali Bahodirni Saidxonni tutib kelishga buyurgandan keyin bekor o'ltiraverishdan zerikib bir dilla ot mingizib qolgan edi. Vaqticha otni puxta egarlimidimi yoki otni mazmut o'ltirmadimi aytavur, Jonbek Sulton vaqticha yetlab kelgan otga minib, amdil o'zini o'ngshab turishiga ot tuyuqsiz o'rnida bir chopchib edi. Jonbek Sulton otdan osmon topon bo'lib yiqildi-da, beshi yerga yotqizilgan choziqishga qattiq tegdi. Ko'zi qorong'ulashib, olam jahon cho'rgilab ketdi. Shu asnoda og'riq azobida injiqlab yotgan Jonbek Sultonning qishiga Xo'jali Bahodir avatgan navkar beshi kirib keldi. Amir janoblariga ma'lum bo'lg'ay, Xo'jali Bahodir Xonzodani saroyda tutdi. Avval zindonga qamamdiq yoki amir janoblar hozirlik ko'rishamdi, bilib kel deb meni avatdi. Jonbek Sulton beshining og'riqida boyqi farmonini unutib qolgan edi.
Nökerning ma'lumotini anglab birdan esiga oldi. Boy Xo'jali Bahodir Xonzoda Saidxonni tutib kelsa, kolosini o'ziga olg'izarman deb o'ylagan edi. Qarag'anda Saidxonni o'ldirishimni qudratli Tangrim ravo ko'rmagan o'xshaydi. Otdan yiqilib tushishim buning beshorati bo'lsa kerak. Hurmatli Qaynatam Sulton Shaybonxon oliylaridan faqat Said Muhammad Mirzani tutgan yerda kolosini elish farmoni kelgan. Ammo ul Xonzoda Saidxon haqida hech nima demagan edi. Tangrining irodasiga qarshi chiqsam, buningdan yomon oqibatga duchor bo'lmay yana. Jonbek Sulton nökar bisiga qarab baqirdi. Men kishining jiniga zomin bo'ladigan jallod emasman. Nohaq qon to'kadigan ishni hargiz qilmayman. Mo'g'uliston xonzodasini tutish haqida hech kim menga farmon bergan emas. Uning qinini to'kish uchun mo shariat hukmi tushgan emas. Xo'jali Bahodirga farmonimni yetkaz. Ul Xonzoda Saidxonni darhol amonlik sahrasiga qo'yib bersin. Ko'ngli nani xolisi shu yerga kessin. Farmon berdorman. Nökar bishi farmon yetkazish uchun darhol kayniga yondi. Shu topda qo'llari bog'langan Saidxon ot ustida g'amkin ketib boradi. Uning tutilib qolganligi haqidagi xabar atrofga bir damlal pur ketgan edi. Bir to'p kishilar ularning orqasidan agishib olgan edi. Ular tomosha ko'rayotgandiganda yoki menga qiziqib qolganmidi? Ha, ular men tanimag'ini bilan jannat makon ulug' buvamni, xon tog'amni, hatto xon otamni taniydi. Balkim bir zamonlarda jahonni titratgan xon sultonlarning mendek bir navrisining hozir qonligi ichinib atgandir. Endi o'limdan xalos bo'lishim mumkin emas. Xo'jali Bahodirdan ranjishga muhaqqim yo'q. Sotqinlik qilg'is bo'lsa, 3 kun avval nökar boshlab keladi. Tutulib kelib qiynoqqa bardoshlik beramagan o'xshaydi. Ana, yuz ko'zlar ko'kirib, ishib ketibdi. Yo'l mansimi, ot mensimi bir yerlarni avaylayotdi. Balkim bu mi taqdir bo'lsa kerak. Meni bu taqdirdan faqat qudratli yegona Alloh qutuldira olishi mumkin. Navoda shu daqiqada Shaybonxon o'lgan bo'lsa-chi. Biroq meni shu soatda o'ldirdigan tursa, Shaybonxonning o'lganining menga nima foydasi? Uning o'lim xabari bu yerga bir oyda yetib kelmaydi. Haras Jonbek Sulton men yetib olchi o'lib ketsa-chi. Balkim mush soatda u o'lib ketsa oyat qolarman. Ammo Jonbek Sultonning o'lganidan o'zbeklarga hech bir muloqot va parishonlik yetmaydi. Uning o'rniga yana bir amir bo'ladi. U Shaybonxonning yorliqi farmon berdorlik qiladi. Eng yaxshisi haqning o'limini tilmay, o'zimga umr tilay. Chunki u sabab bilan o'limdan xalos topa olishim mumkin emas. Saidxon hayot qilishdan umidini to'liq uzgan edi. Shunga g'ururini saqlab, o'limga tik turib yuzlanish uchun o'zini xotirjam tutishga tirishadi. Xo'jali Bahodir unga pat-pat qarab qo'yadi. Deydigan gapi bordek qiladi, lekin og'zidan chiqara olmay o'tadi. Uzoq o'tmay nökar bishi qaytib keldi. Jonbek Sulton janoblari Mo'g'uliston xonzodasini ozod qilish farmoni berdi. Dedi u Xo'jali Bahodirga Jonbek Sultonning gaplarini, farmonini tafsili yetkazib. Xo'jali Bahodir zimmasidan tog' g'ulab tushgandek yengil tindi. Allohning mo'jizalari cheksizdir, dedi u Saidxonga qarab. Taqdir peshonlari o'nkan oliylari. Shu topda Saidxon tush ko'rayotgandek tuyg'uga kelib qolgan edi. Xo'jali Bahodir uning qo'lini yashkash, qulqiga asta pichirladi. Jonbek Sulton bu farmondan heliligini oladi. Chunki u mijozi o'zgarishchan, tuturuqsiz odam. Balkim hayol o'tmay bu yorliqning aksi yorliq nishon avatishi mumkin. Shundaqdimi, menga hozir mushunchalik bahan bo'sh kupoyi. Shunga hozirla Andijondan chiqib ketganlar. Qancha yiroq ketsa shuncha yaxshi. Eng yaxshisi qor tegan yo'l bilan Kabulga boraylar. Ozmas Alloh deb degan. Gunohimni kechirgaylar oliylari.
Xoinlik qilgan bo'lsa-mu, lekin yanada sadoqatini bildirgan Xo'jali Bahodirning ko'ziga Saidxon mehri bilan qaradi. Silini kechirdim Bahodir. Men bo'lsam qarindoshlarimdan vafo ko'rmagan odamman. Shunga silidan ranjishga haqqim yo'qdir. Bir mezgil menga agishib qilgan xizmatlarga tushliq haq beramadim. Tangrim nasib qilsa cho'qim qaytarman. Aman bo'g'aylar. Menden ensirmisler. Said Muhammed Mirza janoblarini derkin alalsam xabarni yetkizman. Aras, silni bundaq yo'lga sep qo'ysam xotirjam bo'lamog'dakman. Yursizlar, silni darvozadan chiqarib qo'yay. Jinimni yoqib oldim deb og'jimni tashlab qo'ysam bo'lmas. Og'joyim eg'ir bo'y, oliylar bilan tang mong'anmaydi. Xotirjam ketavasizlar. Holidan o'z qizimda xabar olaman. Mumkin bo'lsa qaynotamning dargohiga opirib qo'yarlar. Ular Araki darvozasiga qarab oldirash mengishdi. Xo'jali Bahodirning farzi to'g'ri chiqqan edi. Ular texi 300 qadam mang'mayla Jonbek sultonning Alloh berdi ismlik bir farmonchisi yetib keldi. Amir janoblardan farmon bor, dedi u Xo'jali Bahodirga qarab. Bir shumliqni sezgan Xo'jali Bahodir Saidxonga tashvishlik bir qarab etib, farmonni qo'lga oldida ichib o'qidi. Mo'g'uliston xonzodasi Saidxonni ozod qilish haqida o'ylashmayli yorliq nishon berilib qopti. Uni ozod qilish Sulton Shaybonxon oliylarining hukmiga xiloflik qilganlikdir. Shunga ushbu farmonni topshirib olgan hamon uni kalmas bo'lib ketganlar qatoriga qo'shib etgaysizlar. Saidxonni poytaxtga, xon oliylarining dargohiga avatgan taqdirdimi, darg'i eslish yo'li bilan u dunyoga avatilishi muqarrardir. Xo'jali Bahodir farmonni tafsiliy bir o'qib o'tgandan keyin Alloh berdi farmonchiga qarab so'g'uq kuldi. Baya Jonbek sulton janoblari otdan yiqilib tushibdi deb angladim. Ahvoldan qaraganda aqli va mengsiga zarar yetgan o'xshaydi. Undaq qolladan har qanday yaxshi xiyol paydo bo'lsa, yomon natija berdi. Yomon xiyol paydo bo'lsa, ko'pincha yaxshi natija bergusidir. To'limi afsus. Amir janoblarining bu farmoni to'limi kechikibdi. Boyli ozod bo'lib, go'yo sinopdek yo'qolgan Mo'g'uliston xonzodasini endi bo'lganda men qayerdan izlab topaman? Tashvishli xiyollarga asir bo'lib turgan Saidxon yengil tindi. Alloh berdi farmonchi avval Xo'jali Bahodirga, ondan boshqalarga gumon bilan sinchilab qaradi. Ey Bahodir, sadoqat yo'ldan chiqish va yolg'on aytish hamma sifatlarning yomonroqidir. Bundaq yomon sifatga ega bo'lish sizga munosib emasdir. Amir janoblarining oldida sadoqat bildirib, ahd paymon qilganliklari menga besh qo'ldek ayon. Ul Mo'g'uliston xonzodasini ko'zdan simobdek yo'qoldi deydilar. Ammo men uni bilaman va ko'rib turibdiman. Ana yonlarda turibdi. Xo'jali Bahodir farmonchiga g'azab bilan chekchaydi. Sen bir oddiy xizmatkordan farqi yo'q. Martabasiz. Mulozimatingning etaklari muxolifat nijosatlaridan erg'dolmagan. Uni afu va kechirim suvlari bilan har qancha yo'simi poklanmaydigan bir chupranda turib, meni yolg'onchilikda ayblab, qudratli Shaybonxon oliylarining xonadoniga sadoqatli bo'lish xususida nasihat qilyapsan texi. Sen degan Jonbek sultonning dargohidagi chimchiloqni tanglashtirgil bo'lmaydigan mulozimsan. Men o'z vaqtida Shaybonxon oliylarining xos qarorgohida yotishbegi bo'lib amonlikni qo'g'diganman. Hamda janglarda qon kechib ko'rsatgan to'hfam uchun bahodirlik unvoni bilan tortiqlanganman. Shundoq turuqliq. Mening oldimda palon piston deyishga nima haddim? Mushu adabsizliking uchun seni avval jazolab, amir janoblariga javobini har bob bilan berib o'dishdan chiqalayman. Haddilar emas, dedi Alloh berdi farmonchi tatargan holda. Kelinglar, dedi Xo'jali Bahodir navkarlarga qarab. Mono o'zini bilmagan pasandining bo'yniga taqoq selib, yo'l bo'yida o'ltirg'izib qo'yinglar. Ishning chatoqligini sezgan Alloh berdi farmonchi
qaytishga tamshilib edi, Saidxon chachirab berib, dal yuragini nishonlab xanjar urdi. Moğoliston xonzodasini mening yenimda yana ko'rganlar bormi? So'radi ko'ziga qon to'lgan Xo'jali Bahodir navkarlarga qarab. Navkarlar Xo'jali Bahodirning oddiy odam emasligini boshdan his qilishgan edi. Hozirgi alpozni ko'rib qo'rqib ketishdi-da, oldirab javob berishdi. Illa billah ko'rmadik. Amdiyan saqlab turmayli, dedi Xo'jali Bahodir Saidxonga qarab. Chaqqa yo'lga chiqsizlar oliylar. Birga ketayli, dedi Saidxon. Bir amal qilib vaqtni so'zay, mendan ansirmisizlar. Xo'jali Bahodir Saidxonni Araki darvozasidan chiqarib etgandan keyin Jonbek sultonning qishig'i berishga oldirmadi. Navkarlarni tahorat oldirib, Qur'on tuttirib, maxfiyatlikni oshkorlamaslikka qasam qildirdi. Ondan namozjon vaqti bilan shaharga kirib, Jonbek sultonning oldiga keldi. Dastlabki farmonlarga binoan Saidxonni ozod qilib etgan edi. Keyin Alloh berdi farmonchidan avatgan farmonlarni elib Saidxonni izladim. Shahardan chiqib ketgan chog'i topolmadim. Alloh berdi farmonchi otni yaxshi o'ltirolmaydi ekan. Otdan tuyuqsiz yiqilib tushib, o'zining xanjari o'zining maydasiga petib ketib qazo qildi. Uning o'limi xuddi g'oyibdan jazolangandek bo'ldi desizlar. Jonbek sulton gunoh o'zida bo'lganligi uchun lom-jim diyolmadi. Xo'jali Bahodirning oxirgi so'zlari ko'ngliga tashvish deb qo'ygan edi. Uning yana savol so'rab kelishidan ansirgan Xo'jali Bahodir qasddan so'rab qo'ydi. Amir janoblarini otdan tuyuqsiz yiqilib tushibdi deb angladim. Ustixonlarga zarar yetmagandi. Xudoga shukr, sog'man, dedi Jonbek sulton aybi oshkorlanib qolgandek xijil bo'lib. Har nim bo'lsa aman qapla, dedi Xo'jali Bahodir. Shafqatli Tangrimning paxtining orasida o't saqlig'idek qudrati bor. Sizlarga kelgan qazo Allohning inoyati bilan yonlardan sipab o'tib, Alloh berdi farmonchini tutqani o'xshaydi. Shukr shukr namoz o'qib olgaylar. Xo'jali Bahodirning gapiga ishongan Jonbek sulton shukr namozi o'qish uchun tahorat elishga oldirdi. Hurmatli anglovchilar, bugun kitobni mushaygacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglaganlarga rahmat, xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.